Assalomu alaykum qizajonlarim. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Bugun sizlar bilan o'choqda tovuq go'shtidan mazali qozon kabob tayyorlaymiz. Har doimgidek bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni boshlaymiz. O'choqqa o'tinni soldik, yog' soldik. Mana shunaqa tovuq oyoqchalaridan olib kelgan edim. Shundan solib, shu tovuq oyoqchalarini yaxshilab qizartirib olamiz baland olovda. Bu taomga qancha nima mahsulotlar solganimni har doimgidek video so'ngida yozib qoldiraman. Kartoshkani mana shunaqa artib, to'g'rab, yuvib, shunaqa bo'laklarga bo'lib olamiz. Kattaroq kartoshka bo'lsa 4 ga bo'ldim, o'rtacha bo'lsa 2 ga bo'ldim, 3 ga bo'ldim. Shunaqa qilib chiroyli tayyorlab olamiz. Yonimizda o'choqda tovuq go'shtini, ya'ni oyoqchalarini uchta solib, yaxshilab qizartirib tayyorlab olamiz. Aziz opa-singillarim, qizajonlarim, kelin-poshalarim, har doimgidek retseptlarimni etib o'tganimda nima xatolar qilsam kamchiliklarni bemalol uyalmasdan etib o'taman. Mana obunachilarim, qizajonlarim xato qilishlarini xohlamayman. Ko'rganinglardek mana shu tovuq oyoqchalaridan olib kelgan edim. Yaxlatilgan ekan, mana ko'ryapsizlar, yaxlatilgani. Yog'ga solganimda shunda vash etib parla chiqib bilamoqda. Mana ketidan kartoshkani sola boshladim. Bu joyda hozir tovuqni hammasini pishirib olganman. Gapimni davom ettirsam, shu tovuq go'shtini yahidan tushgandan keyin yog'ga solinglar. Qizajonlar, mana o'tinni o'rta olovda solib qo'yganman va kartoshkani sekin-sekin qovurib olamiz. Men ozgina qilgan xatoyim, yaxlagan tovuq go'shtini soldim va yog' juda ham qorayib ketdi. Shundan keyin men yog'ni olib oldim. Qozonni yuvib, boshqa toza yog' solib kartoshkani qovurdim. Mana qizajonlar, bu holatda hozir tovuqni ham, go'shtni, ya'ni kartoshkani ham qip-qizil qilib baland olovda qovurib oldik. Ziravorlarni yozib qoldiraman qancha ketayotganini. Sovotganimni, ziravorlarni aralashtirib tayyorlab oldim. Endi olovim o'rtacha, ya'ni pastroq bo'lib turibdi. Tovuq oyoqchalarini yarmini soldim, ya'ni endi mana shu ziravorlarni sepaman. Ustiga ko'rganinglardek yana tayyor qilib qo'yilgan kartoshkani ham yarmini solaman. Qizajonlar, ahamiyat bergan bo'lsanglar, qozonda 100 milcha yog'ni qoldirdim. Dimlash uchun yog' kerak bo'ladi. Mana kartoshkani yarmini soldim. Va kartoshka ustiga tayyorlab qo'ygan ziravorlarimizdan sepamiz. Endi mana qolgan tovuq go'shtini, ya'ni oyoqchalarini yarmini soldim yana. Hammasini solib bo'ldik shu yerda. Endi yana ziravorni qo'lda sepdim, ya'ni keyingi kartoshkaga ham yetish uchun ziravorlarni yetkazyapman. Endi mana hamma kartoshkani soldim, chiroyli qilib tekislaymiz va ziravorlarni hammasini solamiz. Sepib olamiz chiroyli qilib. Albatta bu retsept men o'zim oilamga qanaqa tayyorlasam shunaqa ko'rsatdim. Qozon kabobni hamma har xil tayyorlaydi. Mol go'shtidan, qo'y go'shtidan. Mana sovoldik, endi oddiy sovuq suvni sovordim. O'tinni olib tashladim, ozgina miltirab turibdi. Mana tog'orani yopdim, past olovda tovuq go'shti uzog'i 35 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Mana olovni ko'ryapsizlar, past bo'ldi. Dimlab qo'ydim. Bu jarayon ovqatimiz tayyor bo'lgan jarayon. Qip-qizarib mazali bo'lib pishdi. Ozgina teg yopishgan ekan. U unaqa kuyganga kirmaydi, sal qattiqroq bo'ldi. Mazza qilib bolalar mazza qilib yeb olishsa, qizajonlar chiroyli qilib dasturxonga tortamiz. Albatta tayyorlab ko'ringlar va sizlarda qanaqa tayyor bo'lganini kommentariyada yozib qoldiringlar. Videolarim yoqayotgan bo'lsa, kanalimga a'zo bo'linglar va like bosinglar. Bundan juda ham xursand bo'laman. Yaqinlarga, tanishlarga ulashib qo'yinglar. Albatta tayyorlayotgan ne'matlarimizni kuch-quvvati ilm va ibodatga bo'lsin. Taomlarimizni pishirib dasturxonga berayotgan onajonlarimiz, kelinlarimiz, qizlarimizni qo'llari dard ko'rmasin.